Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Aliyev Uz. Xush kelibsizlar meni yangigina videoimga. Bugungi video rolikda Changalzorda Survival'ning yakuniy, ya'ni 4-qismini olamiz. O'tgan qismda 4-qism chiqish uchun 100 ta like so'ragandim. 100 ta like juda ham tez yig'ilibdi. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Keyin 4-qismda Arabo ukam bilan yana bir kishini qo'shmoqchi edim. Ular hammasini boshidan tushuntirsam, 4-qismga qo'shilmaydigan bo'lishdi. Ammo lekin ukam bilan birgalikda Orolchada Survival, ya'ni yangi Orolchada Survival videosini oldik. Xullas, rosa survival qildik. Kamida 20 daqiqalik zo'r video bo'ldi. Lekin ana o'sha video 3 daqiqa yozilgan va 3 daqiqadan ag'i prosta yozilmay qolgan. Bunga sabab esa xotirada joy prosta to'lib qolgan ekan. Men buni tugagandan, videoni tugab bo'lganimizdan keyin sezdim. Arabo ukam bilan shuncha qilib, shuncha olgan mehnatlarimiz rasvo bo'lib ketdi. Shuning uchun u ham xafa bo'lib uyiga ketdi va men anchadan beri yangi video chiqmayotganligi uchun bir o'zim bo'lsam shu Changalzorda Survival'ning 4-qismini olib olishga qaror qildim. Xullas, oddiy qilib aytganda qulayroq o'rnashib oling. Biz boshladik. O'tgan qismda ko'rgan bo'lsanglar, men uyda qurgandim, lekin ichlarini hali to'liq bitkazmagandim. Bu qismda ko'p ish qilamiz. Xullas, so'nggi qismda xullas, oldin pastga tushib olay. Pastda biroz qiladigan ishlarim bor. Keyin bo'lsa boshqa ish qilamiz. Xullas, mana bu yerda mana bunaqa barglarni polniy olib tashlamoqchiman, chunki bugungi qismda narsalar qurimiz, prosta atrofga dekoratsiya, ya'ni chiroy bag'ishlaymiz. Qonunda olib tashlashni boshladim. Xullas, men bir narsa qurdim. Uni hozir sizlarga ko'rsatmoqchiman do'stlar. Hozir. Xo'sh, mana bu yerda barcha barglarni olib tashlaganman. Bitta ham barg qoldirmadim va metta konga, qo'y bilan, sigir bilan tovuqchalarga, hozir shu tuxumchani olay. Keyin uyimga olib boradigan yo'l qildim. Bunday chiqib bo'lmaydi. Bu tomondan chiqamiz hozir. Hop. Mana to'g'ri daraxtga uyimga boradigan yo'l qildim va bu tarafda esa hali yo'l qilganim yo'q, lekin hozir yo'l qilaman. Battam naq kelib turib chiqiladi. Keyin pastga naq tushiladi. Alloy. Keyin mana bu yerda qayiq o'tirib, nariroqqa borib baliq ovlasa bo'ladi. Xullas, mashdan turpan baliq ovlansa bo'lursa kerak. Xo'sh, tushamiz. 4 ta tuxum bor. Men bu tuxumlardan o'zim uchun 4 tayyorlamoqchiman hozir do'stlar. Albatta 4 shirin 4 tayyorlamoqchiman. O'zim Minecraftda bitta 4 bor, o'shani tayyorlamoqchiman. Kerakli narsalarni yig'ishni boshladim. Bizga kerak bo'lar ekan 3 paqir sut. Qiziq, bitta moldan 3 paqir sut olsam. Ichma. Sal. O'zidan-o'zi qo'limga olishim bilan ichishni boshlayapman, qaranglar do'stlar. Men atek mana. Bitta qo'limga olyapman, o'zidan-o'zi ichishni boshlayapman. Bu nima bu? Minecraft xatosimi? Endi bo'lsa shakar qamish kerak. Va nihoyat shakar qamish topdim. O'zim ham uydan ancha olislab ketdim. Mana shu tarafdan keldim shekilli, hozir sekin yetib olamiz. Mana u o'chashib yomg'irda hattoki yo'l ham uzoq unchalik ko'rinmayapti. Tuman bo'lib ketganmi yo'q. Lekin mana uyimdan unchalik ham uzoqda basman. Shu tepaga chiqib olsam bo'ldi. Mana do'stlar, endi ichishdan to'xtadi. Endi mana qo'limga olsam, endi o'zidan o'zi ichib olmayapti. Boya bilmadim, bug bo'ldi shekilli. Endi bo'lsa 3 ta svejiy bug'doy kerak ekan. Menimcha menda bug'doy bor. Albatta do'stlar, yaxshi ham ekinzor qilib qo'yganim. Menimcha ekinzorda 2-chi qismda qildim shekilliga. Do'stlar, kommentariyaga yozib ketinglar. Nechinchi qismda qilganimni? 2-qismda qilgandim. Maqsadimizni yetishimizni ham juda ham oz qoldi va mana. Xo'sh, buni xo'sh hozir. Xo'sh. 1 2 3 4
Hop, hop va ana do'stlar, bu tortni maza qilib endi yeymiz. Endi bo'lsa do'stlar, bizga molni terisi kerak. Nimaga desanglar, o'shanda bilib olasizlar. Bitta bir dona sigir, demakman hozirgi keyingi ko'p bala vaqtimni molni terisi yig'ish bilan o'tkazaman. Qanunda let's go. Mana oradan ko'p vaqt o'tmasdan ham juda ham ko'p mollar to'dasini topdim. Menimcha bitta menga yetarlicha teri bersa kerak. Qani let's go. Yo, kichkina bachasi ham bor ekan. Shu qadar qornim ochganidan hatto yugurolmay ham qoldim. Hozir borib maza qilib hamma tortni yeb tashlayman. Qani hop 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 hop. Hop, bo'ldi do'stlar, qornim to'ydirishga yetdi va tugadi. Xullas, yaxshi tort bas ekan, insofsiz tort ekan. Endi bo'lsa hamma qo'ylar junini olsak, aytishlar mumkin, junni nima qilasan deb. Hozir jun menga kerak. Anchadan beri bitta narsa tayyorlab yuribman, hozir ko'rasizlar o'shani. Hamma yo'lni tayyor qildim do'stlar. Endi boshlaymiz sinish. Netu kirib qoppan shekilli go. Ha, qilichimni ham sandiqda qoldirib keldim, mayli, bitta yo'yaman. Nima bu tashlamayapti? Do'stlar, nima bo'lyapti hozir? Sen menga tashlanishing kerak, men kreativ basman. Survivaldaman. Hech do'qiga o'tirgan zombi ko'rganmisizlar? Mana do'stlar, bu nima? Va endi o'ziga endi mana sal zarba beryapti. Tashlan. Zarba berma. O'zing taslim bo'lyapti. Xullas do'stlar, tushunmayapman. Nimalar bo'layotganini kommentariyaga prosta yozib ketinglar. Qani go. Va mana do'stlar, to'g'ri uyim kattaligi uchun men shuncha qilgan narsalar bitta ham yetmadi. Bitta sandiqlar, bitta pechka, verstak, 4 ta bir xil rasm, bitta choychi, albatta u bir xil bo'lmadi. Xato yasab qo'yib mayli, hech narsa qilmaydi va mana u ramkalarda ko'rishinglar mumkinki, hech narsa yo'q deb o'ylaysizlar. Xullas do'stlar, ma'lum sabablarga ko'ra videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Albatta video yoqqan bo'lsa bitta like va bitta obuna sizdan do'stlar. Bu Changirzi Survival'ning oxirgi qismi edi. Bundan keyin yangi video olaman. U videolarni ham ko'ringlar. U yangi videolar esa 1-2 haftadan keyin chiqib qoladi. Shuning uchun xayr, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha like bilan obuna, shuncha mehnat uchun.